Men 3 xil odamni aytaman. Uchinchisi bu zo'rligi hammaga ma'lum, lekin agar videoni oxirigacha ko'rsangiz, siz qaysi biri ekanligingizni bilib olasiz. Birinchisi maqsadsiz insonlar. Maqsadsiz insonlarni hayotda borgan sari energiyasi kamayib boradi. Kundalik tashvishlar, muammolarni yengishga borgan sari g'ayratsiz bo'lib boradi. Ularni stress egallab oladi, maishiy muammolar egallab oladi. Bunaqa hayot tarzi oxir-oqibat bu insonlarni sog'lig'idan ham ayiradi. Ikkinchisi bu maqsadi bor, ammo faqat maqsadi bor insonlar. Bunaqa insonlarning ichi to'la olamshumul g'oyalar bo'ladi. Dunyo xalqlarini muammolaridan qutqarish, siyosat, iqtisod bo'ladi. Lekin o'zlarini hayotlarga kelganda, atigi 1 soat vaqtlik turish, badan tarbiya qilish, kuniga 3-4 varroq kitob o'qishga kelganda nafslarini yengisha olmaydi. Dunyoni qutqarish u yoqda tursin, o'zlarini hayotlarini o'zgartirish olmaydi. Mana endi uchinchisi maqsadi bor va harakati ham bor insonlar. Bunaqa insonlar oldilariga aniq maqsad qo'yishadi, reja qo'yishadi va unga olib boradigan aniq yo'lni tuzishadi. Maqsadini qo'yib, asosiy diqqatni rejaga qaratishadi. Va har bir bizni ko'rib turgan dunyodagi katta o'zgarishlarning ortida ana shunaqa kichkina harakatlar yotadi. Og'ir shtanga ko'tarish bo'yicha jahon chempioni sport zalga birinchi marta kelganda yengil toshlarni ko'tarishdan boshlaydi. Suzish bo'yicha jahon chempioni birinchi marta hovuzga borganda balkim suzishni ham bilmagan bo'ladi, oyog'ini chapillatishdan boshlaydi. Tom kitoblar kuniga 1-2 varroq yozishdan boshlanadi. Agar siz shu 3-turga kirsangiz, meni Telegram kanalimda shunaqa odamlar to'plangan, profilim shapkasida link bor. O'ting, birgalikda maqsadlarimiz sari harakat qilamiz.